Mana ham bu, mana ham bu, mana ham bu. Zuhra. Zuhraxon bilan biz ko'chada yursak, klinikalarda, qayerga borsak ham hammani shu yomon ma'noda qarashi juda ham meni nervist qildiradi. Shu narsalar yoqmaydi. Odamlarni tushunchasi musorga qaragandek deydimi? Shunaqa qaragandek qarashadi. Shu narsa meni razilshas qiladi. Men uchun bu Zuhra o'sha prinsessa. Mana Zuhrani hamma qatori bo'lish xohlayman. Hamma qatori yurishini o'zi hammasini tushunadi, aqlli qiz. O'sha kimdir qarasa ham yoqmaydi bunga. Biladi, sezadi, o'shanga bu ham nervist qilishni boshlaydi Zuhra. Zuhraxonim 6 oyligida nevropatologlar ko'rigida konsultatsiya qilganimizda buni yashab ketishga umid yo'q deyishdi. Odam bo'lmaydi, buni topshirib yuborgan deganlar ham bo'ldi. Lekin biz shu kungacha 17 yosh bo'lgan bo'lsa, haligacha umidimizni uzmadik. Oxirigacha mana kurashib kelyapmiz. Hamma doktorlarga, yaxshi doktorlar ham bo'ldi. Ularning yordamida biz ancha lecheniya olib, mana hozir oilamizda o'rni bor. Zuhraxonni ko'radi, multiklar ko'radi, xursand qiladi bizani, kuladi o'zi, gapiradi. Bunga qarab biz xursand bo'lib nima qilamiz? Hayot mazmuni desa ham bo'ladi bizani hayotimizni. Lekin bundan keyin ham hech qachon umidimizni so'ndirmaymiz. Dalshi kurashamiz. Xudo xolasa mana yurib ketadi. Xudo xolasa unga ham ishonamiz. Inshaalloh mana sekin-sekin yaxshi bo'lyapti. Mana qo'ymay o'zi ham jim o'tiribdi. Hamma narsa yoqyapti. Ko'chaga olib chiqsangiz ham hamma narsani ko'rib, tushunib, hamma narsaga ahamiyat beradi.